Valijon Shamsiyev akasining ayanchli o'limi haqida gapirdi. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Yigit kishiga 40 hunar oz degan gapni eshitgan bo'lsangiz kerak. Aftidan bu gapga Valijon Shamsiyev amal qilishga odatlangan. Boisi u shu kungacha qiziqchilikdan tashqari aktyor, rejissor, shoir, sportchi, fermer, tadbirkor va hatto prodyuser sifatida ham o'zini sinab ko'rgan. Eng qizig'i, hech bir urinishi muvaffaqiyatsizlikka uchramagan. Valijon Shamsiyev 1975-yilning 16-yanvar kuni Chilangar ustaxonadonida dunyoga kelgan. U onasi farrosh bo'lgani va 4 yoshga to'lganida oilasi boshiga og'ir musibat tushganini quyidagicha eslaydi. Oilada 6 o'g'il farzand bo'lganmiz. Anvar ismli to'ng'ich akam bor edi. Nihoyatda mehribon, a'lochi bo'lgan. Meni yelkasiga o'tkazib, terlab pishib ketsa-da aylantirib yurardi. Xullas, u bezori bolalar bilan tortishib qolgan. Ularning akamda qasdi bormikan bilmadim. Ota uyimiz yonida katta Farg'ona kanali oqib o'tardi. Akam suzishni yaxshi bilardi. Ammo bezori yigitlar akamni avvalgi kanalning sayoz yerida cho'ktirmoqchi bo'lgan. Ularni qishloq odamlari ko'rib daki berishganidan keyin akamni qo'yib yuborishgan. Keyin tez oqadigan Janubiy Farg'ona kanaliga olib borib, mana shu yerdan o'tib berasan deb kichik temirning ustidan yurishga majburlashgan. Akam o'sha yerdan o'tayotganda kanalda oqib ketgan, ammo qishloq bolalari hech kimni chaqirmay qo'rqqanidan uylariga borib yashirinib olishgan ekan. Hech narsadan xabari yo'q. Dadam ishdan qaytib akamni so'ragan. Onam ukamni ovqatlantirayotgan bo'lgan. Ikkisi ham akamni izlab topisha olmagan. Anvar akamni kanalda oqib ketganini eshitgach, otam tildan qolgan va 7 kungacha suvdan chiqmay izlagan ekan. Shu vaqt ichida hech kim bilan gaplashmagan. Akamning murdasini Quvasoy tomonlardan topib kelishganidan keyin, Xudoga shukr, bolamning o'ligini yerga qo'yaman deb yana gapirishni boshlagan ekan. Bu voqealar sodir bo'lganida men bor yo'g'i 4 yoshda edim, ammo ota-onam hamisha farzandlarining yodi bilan yashashdi, deydi Valijon Shamsiyev. Qiziqchi san'atga qiziqqan va Ozodbek Nazarbekov bilan poyezd vagonida qilgan niyatini so'zlab berdi. San'atga bolalikdan qiziqqanman. Akamning vafotidan so'ng dadam farzandlarining bariga suzishni o'rgatdi. Sport bilan shug'ullanishimizga sharoit yaratib berardi. Hamma narsa niyatga bog'liq ekan. Andijondan Ozodbek Nazarbekov bilan poyezdda kelayotganimizda men Muhriddin Xoliqovga shogirdlikka tushaman. Men ham zo'r inson bo'laman. Uni o'z akamdek yaxshi ko'raman, dedi. Va ertasi kuni Muhriddin Xoliqov bilan Mirzabek Xolmedov qaysidir ko'rsatuvga birga chiqishdi. Ularni ko'rib ko'nglimdan nimadir o'tdi, ammo bu haqda hech kimga aytmadim, deydi Valijon Shamsiyev. Valijon Shamsiyev ustozi bilan ilk marta to'yda uchrashib qolganini quyidagicha eslaydi. To'ylarga chiqishni ancha erta boshlaganman. Toshkentga kelganda yaxshigina tajribam bor edi. 1993-yili to'yda xizmat qilib tursam, Mirzabek Xolmedov kelganini aytishdi. Ustoz san'atkor Soyib Xo'jayevning ovozlarini taqlid qilayotgandim. U paytlari san'atkorlarning pulini chaqqonlik bilan olib qo'yish urfda edi. Mahallaning olg'ir yigitlari san'atkor kelin-kuyov qistirmoqchi bo'lgan pulni olguniga qadar darrov egalik qilishardi. Simli mikrofonlar chaqqon harakat qilishga to'sqinlik qilardi. Mirzabek ustozga pul qistirishganida Soyib aka mikrofonni ushlab turing, nasibamni olib kelay degan va qaytganda o'sha paytdagi eng yirik kupyura puldan menga berib, bunisi sizning ulushingiz degan. Pulni olib, bunga qaytib berishim kerak deb cho'ntaklarimni izlaganman, ammo mayda pul topolmay uzr. O'zi pulingiz mayda ekan, ko'zimga yirik ko'rinibdi deb vaziyatdan chiqqanman. Odamlar mazza qilib kulishgan. O'shanda Mirzabek aka telefon raqamini berib, bog'lanishimni tayinlagandi. Ammo bir necha marta uyga qo'ng'iroq qilib gaplasha olmaganman. Undan keyin televideniyada ko'rishib qoldik, biroq bemalol gaplashishga imkon bo'lmadi. Institutda darsda o'tirsam, meni tashqarida mashinada bir kishi chaqirayotganini aytishdi. Keyin bilsam, Mirzabek aka jamoasiga iste'dodli yigitlarni izlab kelgan va institutdan meni tavsiya qilishgan ekan. Xullas, taqdir ekan. Bu insonlar bilan ishlash nasib qildi, deydi Valijon Shamsiyev. Valijon Shamsiyev Mirzabek Xolmedov sabab AQShga ketish fikridan qaytgani va teatrdagi hamkasblari undan ranjigani haqida so'zlab berdi. To'ylarga chiqqanim bilan topishim hamin qatar edi. O'qirdim, ijara uyda yashardim. Xullas, o'qishdan keyin yosh tomoshabinlar teatrida yarim stavka asosida ishga qabul qilingandim. O'shanda bitta spektaklda bosh rolni ijro etib, uni endi repertuarga joylagan paytimiz edi.
Buning ustiga rus jurnallarining birida filmda Jeki Chan bilan birga suratga tushishni istaysizmi degan e'lon chiqarilgandi. Bir necha oy davomida tayyorgarlik ko'rib, ingliz tilini o'rgandim. Hatto chet el bilan ishlaydigan qo'shma korxonaga ishga kirib, ularning yordami bilan xorijga ketishni reja qilgandim. Mirzabek Xolmedovning taklifidan keyin o'ylanib qolganman. Xo'p desam, bir vaqtning o'zida ikkita ishimdan bo'shashim kerak. Keyin Mirzabek akaning jamoasida ishlolmasam nima qilaman deganman. Oxiri tavakkal qilib qiziqchilar jamoasiga qo'shilganman deydi Valijon Shamsiyev. Qiziqchi Valijon Shamsiyev ijodni endi boshlagan vaqtda to'ydagi mushtlashuvlar haqida so'zlab berdi. U paytlari mushtumzo'rlar, ko'cha bezorlari ko'p edi, chunki qonun ishlamasdi, odamlar birovning haqqidan qo'rqmasdi. To'ylarda bir-ikki bezori ichib san'atkorlarga tashlanardi. Yo'q, menda bunday vaziyatlar bo'lmagan deya olmayman. Ko'p marta janjalli vaziyatlarga uchraganman, kaltak ham yeganman. Ammo sport ustasi ekanim hamisha qo'l kelardi. Ustozim aytganidek, xirra pashshadek o'ralashayotgan odamning yonidan sekingina qochardim, deydi so'z ustasi. Qiziqchi Valijon Shamsiyev xotirasini bir necha kun yo'qotgani va koma holatiga tushganidan xabaringiz bormi? Valijon Shamsiyev O'g'lon filmini suratga olish jarayonida bir necha metr balandlikdan sakrayotganda boshi bilan yerga tushgan. Bu ijodkorga juda qimmatga tushib, avval Buxoroda, undan so'ng Toshkentda davolangan. Ko'zimni ochib kim ekanimni eslolmaganman. 3 oy asta-sekin xotiram tiklangan, deydi Valijon Shamsiyev. Dehqonchilik bilan shug'ullanayotganimga ancha yil bo'lgan. Ilgari 60 gektar yerim bor edi. Shundan 7 gektarga bog' tashkil qilgandik. Ammo bu sohaning ham qiyinchiligi bor. Shu bois uni topshirishimizga to'g'ri keldi. Hozir faqatgina Oltiariqda 40 sotixlik bog'im bor. U yerda asosan o'rik va shaftoli yetishtiriladi. Toshkentdagi uyim atrofiga esa uzum va shaftoli ekkanmiz. Uyim atrofidagi bog'ga o'zim qarayman. Katta bog'ning esa o'z bog'bonlari bor, deydi qiziqchi Valijon Shamsiyev. Valijon Shamsiyev 1998-yilda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovning qizi Dilfuza Komilovaga uylangan. To'y marosimi Toshkent va Andijon viloyatlarida bo'lib o'tgan. Qiziqchining layli taxallusi bilan ijod qiluvchi qizining ma'lum qilishicha, 2018-yilda ota-onasi ajrashishgan. Dadam bobomga shogird bo'lib uylarga kelib yurgan vaqtlarda onam bilan tanishishgan. 1998-yilning 12-14 sentyabr kunlari ikki viloyatda to'ylar shov-shuvli tarzda bo'lib o'tgan. O'sha kuni Damaschilar faqat ota-onamning to'ylariga kelayotganlarni stadionga tashishgan ekan. Chunki to'y stadionda bo'lgan. To'ydan keyin baxtli hayot kechira boshlashgan. Ular kinolarda birga rol o'ynashardi. Keyinchalik birin-ketin men va ukalarim tug'ilganmiz. Yillar o'tib katta bo'ldik. Maktabni bitirib kollejga o'qishga kirdim. Har yili konsertlar berardik. Hayotimiz go'zal va juda baxtli edik. Ammo 2018-yil biz uchun eng qayg'uli va alamli yil bo'lib qoldi. Oyim uydan ketayotgandagi holat esimda. Hammamiz oyimning orqasidan yugurib yig'lab qolgandik. Hatto kichkina ukamgacha orqalaridan ketmang deb yugurganmiz. O'shanda biz 7 ta farzand edik. Ota-onam ajrashishdi. Bu hammamizga juda yomon ta'sir qildi. Ukalarim har qayoqqa tarqab ketib, uyimiz huvullab qoldi deb xotirlaydi Layli. So'z ustasi Valijon Shamsiyev o'zbek shou-biznesining eng serfarzand vakillaridan biri. U 2025-yilda 12-marta ota bo'lgan. Bugungi kunda uning 8 qizi va 4 o'g'li bor.